Qani barsancha blogerlar, gruppamizdagi blogerlar qaysi komandaga balid qilishadi? Hozir so'rab ko'ramiz. Zikriyaxon qattig'i diplom edigan, kuydirgisi, pechennisi. Real bo'ladigani bol. Qolganiga shunday hozir kelaman deb ketib olasiz. Skrovka yaxshimisan, charchamayapsanmi? Realga balid qilamiz ukan, Realga. Biza realniy odamlarmiz. Zikriyaxon tuzuymilar, charchamay qo'qonlar tinchmi, balla yaxshimi? Endi biz 3-4 yillardan beri Real Madridga video chiqaramiz. Biz Realchimiz ukajon. Buni Real Madridni o'zidan Ispaniyadan so'rasangiz ham, "Ha, g'ayrat Realchi, bizga video qiladi" deydi. Real Madrid O'zbekistondagi ambasadorman men Zikriyaxon, Realchimiz ukajon. Yo, bizni Realchi emasligimizga samniyingiz bormi uka? Zikriyaxon qaysi komandaga qiziqsiz? O'sha Sheba men o'sha komandaga qiziqar ekan deb yozib qo'yavering, o'sha spiska qilib turgan bo'lsangiz. Menga farqi yo'q. Zo'r TVdan olib bersa bo'ldi, shu qotib qolmasa bo'ldi futbol. Jeko aka, menimcha siz Barsaga balid qilsangiz kerak-a? Zikriyaxon, Jeko hech qachon Barsaga balid qilmaydi. Faqat Real. Real yaxshimisan aka, tinchmisan, charchamayapsan? Men endi Realman aka, Realga qiziqaman-da. Halo Madrid, Zikriyaxon qalaysiz, charchamayapsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ukajon, biz yoshligimizdan Realga balid qilamiz, chunki Realni juda ham qattiq hurmat qilamiz. Zikriyaxon qalaysiz ukam? Men uka har doim Realga balid qilganman. Bundan keyin ham shunaqa bo'lib qoladi. Esingizdan chiqarmang. Zikriyaxon ukajon nimaga charchamayapsizmi? Shu ham savolmi jigar? Real kanishni. Birinchi dada ayak Real deganman. O'zlaring videoni ko'rdilaring, qancha Real kelyapti degan video bo'ldi o'zi ham. Qani barsancha blogerlar, siz qaysi komandaga balid qilasiz? Kommentariyada yozib keting.